Ustoza uslubingiz вообще anaqa nima deydi zo'r. Men avval ham o'qiganman o'zi arab tiliga Qur'onni bir necha marta xatm qilganman, mabdal qiroatlarni, grammatika, lekin maxrajim yo'q edi. Avvalgi o'rgatgan ustozimizdan Alloh rozi bo'lsin, lekin ular sizlar уже yoshinglar katta, sizlardan anaqa chiqmaydi, qiyinchilik bilan chiqadi deganlariga biz masalan ishonib qolgan edik. Hozir mana guruhimizda 60 yoshdan oshgan ayollar bor. Mana уже bir oyda men qarab turibman, zo'r chiqyapti-da maxrajlari. Qoyil lekin uslubingizga. Mashalloh. O'sha avval birga o'qigan o'sha anaqalarimizni ham mana o'qinglar, mana boshqatdan deb tavsiya etyapman sizni. Bu anaqa emas. Mashalloh. Haqiqat bu. Rahmat sizga ustoza. Ustoza bular ham shunaqa sabr bilan bizdan-da ularga muhimda bizani anaqa qilishimiz, to'g'ri o'qishimiz. Men voqea qoyil qoldim. Albatta. Rahmat sizlarga. Alloh ajri savobini ziyoda qilsin ilohim. Ilminglar yanada ziyoda bo'lsin ilohim. Bizlarga ham yuqsin ilohim. Sizlarning ilminglar ozgina bo'lsa ham. Mashalloh. Demak, uslub to'g'ri bo'lsa, tizim yaxshi bo'lsa, har qanaqa yoshda o'qisa bo'lar ekan. Men o'zim 55 yoshdaman. Mukammal o'qisa bo'lar ekan. Xudo xolisa. Rahmat. Davom inshaalloh. To'xtash yo'q bu yog'iga. Alloh rozi bo'lsin sizdan ham. Barakalloh. Rahmat ustoza.